2 aprel. Hozirda olma, nok, shunga o'xshash mevalarni po'sti bilan yemanglar. Sababi olma, noklarni po'sti bilan yeganda ko'ryapti. Uzoq vaqt saqlash uchun uni parafinga botirib olinadi. Parafin meva tarkibidagi suvning miqdorini bir me'yorda ushlab turadi. Mana bu narsa oshqozonda hazm bo'lmaydi va ichaklarda to'planadi. Chiqib ketishi qiyin narsa bu. Rahmat hammaga.